arzonga tayyor novostroyka uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun biz sizlar bilan Chilonzor tumani 26-kvartalda joylashgan Uchtepa Avenue novostroyka uyimizda 2 xonali uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi bo'ladi. O'zining yumshoq mebellari, loft uslubidagi mebellar va TV zonamiz, ko'rib turganingizdek konditsionerlarimiz ham yaxshisidan qo'yilgan 7Tage brendidan. Uyimiz 9 qavatli binoning 9-qavatda joylashgan bo'ladi. Tepada esa alohida mansardasi bor, kirisha emas. Bu yerda esa oshxona qismi joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek eshiklarda yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Oshxonamizda ham kerakli barcha mebel va texnikani yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ko'rib turganingizdek bu yerda esa uyimizda yuragi bo'lmish isitish sistemalari joylashgan. Blok kompressor kotyol va aristonlari o'tirib ovqatlanishni stol-stullar qoldirib ketilgan. Ushbu uyimizda issiq suvga pul to'lashlaring shart emas. Bu yerda esa sanuzolimiz bo'ladi, birgalikda joylashgan. Uyimizning umumiy maydoni 46 metr kvadratdan iborat. 9 qavatli binoning 9-qavatda joylashgan bo'ladi. Bu yerda esa yotoqxona, xonalarimiz alohida bo'ladi. Yosh oila yoki ijaraga berishga ham juda ham qulay va mos bo'lgan ushbu uyimiz. Ijaraga berib har oy 550-600 dollardan daromad olsangiz bo'ladi. Glavniy eshikdan kirib kelish bo'ladi. Elektromontajlarimiz bo'lgan, stroyni vishilkalarimiz bor bu yoqda. Ko'rib turganingizdek oyna zonasi bu yoqda. Ushbu uyimizni mo'ljallab keladigan bo'lsak, Chilonzor 26-kvartal eski WhatsApp chorrahadan Uchtepa nalogiga qarab yurganda chap tomondagi novostroyka uyimizda 9-qavatda joylashgan ushbu uyda videoda ko'rgan barcha mebel va texnika bilan birgalikda egalari 69 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.